Ben dam olishdan uchun emas, bu holatdan tarafi sizlar o'zlaringiz narsalarni o'zlashtirganlar. Mashg'ulotlarimizni shaxsiy ilishganimizda ya'ni buni yo'qda lisenziyadan uch narsasi masalayapman. Bu narsa alohida o'zga Urganch shahrida Osiyo futbol konfederatsiyasining S litsenziyasi bo'yicha futbol mutaxassislarini tayyorlash markazining rahbarligida ostida birinchi modulga start berildi. 24-noyabrdan 28-noyabrgacha davom qiladi birinchi modulimiz. 24 ta talabgorlar ta'lim olmoqda. Bulardan 22 tasi Xorazm viloyati bo'lsa, 2 tasi Qoraqalpoq Respublikasidan tashrif buyurib, o'z bilimlarini ham nazariy ham amaliy boyitishga harakat qiladi va imtihonlar topshiriladi va shu orqali bular Osiyo futbol konfederatsiyasining litsenziyasiga ega bo'lgan holatda futbol murabbiyi bo'lib kelajakda ishlashi mumkin.